Bugun men juda og'riqli savolni ko'taryapman. 30 yoshdan oshgan odamlarni rostdan ham davolashmayaptimi? Yoki odamlar orasida tarqalgan maxfiy buyruq bor ekan degan gaplar vahimami? Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning ota-onamiz, buvimiz, bobomiz, o'zimizning kelajakdagi sog'lig'imiz bor. Agar shifoxonada yoshingiz o'tgan, endi nima ham qilamiz? Uyga olib keting degan gapni eshitgan bo'lsangiz, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu mavzu bo'yicha odamlar bilmagan joydan juda ko'p zarar ko'ryapti. Men avval eng muhim narsani aniq aytib qo'ymoqchiman. Qonuniy tibbiyotda 60 yoshdan keyin davolamaslik kerak degan oddiy, ochiq va qonuniy qoida bo'lishi mumkin emas. Insonning yoshi davolashdan bosh tortish uchun yagona sabab bo'la olmaydi. Lekin amaliyotda odamlar nimani ko'ryapti? Ba'zi joylarda keksa bemorga e'tibor sust bo'ladi, navbat cho'ziladi, tekshiruvlar kamaytiriladi. Operatsiya yoki murakkab davolashdan oldin baribir foydasi bo'lmaydi degan kayfiyat seziladi. Ana shu holat odamlar orasida demak yuqoridan maxfiy buyruq bor degan shubhani tug'diradi. Ilgari ko'p oilalarda tibbiyotga munosabat boshqacha edi. Odamlar shifokor nima desa, shuni to'liq qabul qilardi. Doktor biladi, bahslashmaylik, katta odam ekan qiynamaylik degan tushuncha kuchli edi. Keksa odamning og'rig'i, holsizligi, nafas qisishi yoki bosimi ko'pcha yoshiga yarasha deb qabul qilinardi. Ammo hozir vaziyat o'zgardi. Odamlar internet orqali ma'lumot olyapti, huquqlarini bilishni boshlayapti. Boshqa shahar yoki boshqa davlatlarda keksa bemorlar ham operatsiya qilinayotganini, davolanayotganini, reabilitatsiya olayotganini ko'ryapti. Shuning uchun savollar ko'paydi. Nega mening otamga tomografiya qilishmadi? Nega onamni statsionarga yotqizishmadi? Nega 65 yoshli odamga kech bo'ldi deyishdi? Men bu masalada ikki tomondan ko'raman. Bir tomonda haqiqatan ham shifokorlar yuklamasi katta, joy yetishmaydi. Dori-darmon, apparat, mutaxassis, vaqt masalasi bor. Ikkinchi tomonda esa bemor va uning yaqinlari bor. Ular o'z odamining hayoti uchun kurashyapti. Har bir so'zdan umid yoki qo'rquv olishyapti. Muammo shundaki, ba'zan tizimdagi kamchilik yosh o'tgan degan oddiy jumla bilan yopiladi. Ana shu joyda ehtiyot bo'lish kerak. Men birinchi navbatda shuni tushuntiraman. Tibbiyotda qaror bemorning pasportdagi yoshi bilan emas, umumiy ahvoli bilan qabul qilinishi kerak. 60 yosh bu hozirgi davrda qariyalikning oxiri emas. Ko'plab odamlar 60-70 yoshda ishlaydi, yuradi, sport qiladi, nabiralariga qaraydi, biznes yuritadi. Ba'zi 62 yoshli odamning yuragi, buyragi o'pkasi 45 yoshli odamnikidan yaxshi bo'lishi mumkin. Aksincha 60 yoshli odamda og'ir diabet, yurak yetishmovchiligi, buyrak muammosi bo'lsa, davolash xavfi yuqoriroq bo'ladi. Demak, shifokor 60 dan oshgansiz bo'ldi demasligi kerak. U qon tahlillari shunday, yurak ko'rsatkichlari shunday, operatsiya xavfi shunday, foydasi shunday deb tushuntirish kerak. Oddiy misol, 13 yoshli erkakda yurak tomirlarida to'rayish bor. U tez charchaydi, ko'kragi siqiladi, zinadan chiqqanda hansiraydi. Agar unga faqat yoshingiz bor, dorini ichib yuring deyishsa, bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Kerak bo'lsa kardiolog ko'rishi, EKG, ekokardiografiya, qon tahlillari, ba'zan koronografiya masalasi ko'rib chiqilish kerak. Agar tomir juda to'raygan bo'lsa, stent qo'yish yoki boshqa usul hayot sifatini yaxshilashi mumkin. Bu yerda yosh emas, bemorning holati, xavf va foyda nisbati muhim. Yana bir misol, 68 yoshli ayolda son suyagi sinishi bo'ldi. Ko'p oilalar yoshi katta, operatsiyaga chidamaydi deb qo'rqadi. Lekin son suyagi sinishida ko'p hollarda vaqtida operatsiya va keyingi reabilitatsiya odamni yotib qolishdan saqlaydi. Agar bemor oylar davomida yotib qolsa, o'pka shamollashi, trom, yotoq yaralari, mushaklar kuchsizlanishi, ruhiy tushkunlik paydo bo'ladi. Ba'zan operatsiyadan qo'rqib, aslida xavf yanada kattalashadi. Shuning uchun men har doim aytaman, operatsiya bo'ladimi yoki yo'qmi degan savolga javobni bitta gap bilan emas, tekshiruvlar bilan berish kerak. Yana bir hayotiy holat. 72 yoshli odamda insult belgilari boshlandi. Og'zi qiyshaydi, qo'li kuchsizlandi, nutqi chalkashadi. Ba'zi oilalar qon bosimi chiqibdi. Uyda dori beramiz deb vaqt yo'qotadi. Ba'zi joylarda esa keksa odam avval ham kasal edi degan e'tiborsizlik bo'lishi mumkin. Lekin insultda har bir daqiqa qimmat. Tez yordam chaqirish, shifoxonaga olib borish, kompyuter tomografiya qilish, insult turi aniqlanishi kerak.
Chunki qon quyilishimi yoki tomir tiqilishimi davolash yo'li boshqacha. Bu yerda ham yoshdan qat'iy nazar tezkor bog'lash zarur. Kimlar ko'proq xavotir olish kerak? Menimcha, birinchi navbatda surunkali kasalligi bor keksa odamlarning oilasi hushyor bo'lishi kerak. Masalan, qandli diabet, yug'ori qon bosimi, yurak kasalligi, buyrak yetishmovchiligi, onkologik kasallik, insult yoki infarkt o'tkazgan bemorlar. Bunday odamlarda yoshga bog'liq deb qaraladigan alomat aslida xavfli signal bo'lishi mumkin. Oyoq shishi, yurak yoki buyrak muammosi bo'lishi mumkin. Ishtaha yo'qolishi oddiy qarilik emas. Anemiya, infeksiya yoki o'sma belgisi bo'lishi mumkin. Xotira pasayishi faqat yosh emas. Ba'zan qalqonsimon bez, bo'yinlik yetishmovchiligi, depressiya yoki dori ta'siri bo'lishi mumkin. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar odam muntazam shifokor ko'rigidan o'tsa, tahlillari nazoratda bo'lsa, bosimi qanday, yurak holati kuzatilsa, shifokor unga aniq reja bergan bo'lsa. Har bir kichik o'zgarishdan vahima qilish shart emas. Lekin shart emas degani e'tibor bermang degani emas. Men doim profilaktika davolashdan kuchliroq deb bilaman. 6 yoshdan keyin yiliga kamida bir marta umumiy qon tahlili, siydik tahlili, qand, xolesterin, kreatinin, jigar ko'rsatkichlari, EKG, bosim nazorati, ko'z va tish ko'rigi kabi oddiy tekshiruvlar ko'p muammoni erta ushlaydi. Endi maxfiy buyruq degan masalaga kelaman. Men bunday gaplarga hissiyot bilan emas, hujjat bilan qarash kerak deb hisoblayman. Agar kimdir bizga yuqoridan 6 yoshdan oshganlarni qabul qilma deyilgan desa, siz xotirjam so'rashingiz kerak. Iltimos. Shu qarorni yozma ravishda bering. Qaysi hujjat asosida rad etyapsiz? Ko'pincha aynan shu savoldan keyin ohang o'zgaradi. Chunki og'zaki gap boshqa, yozma rad javobi boshqa. Yozma rad javobi javobgarlik tug'diradi. Agar davolash kerak bo'lsa, bemorni faqat yosh sababli qaytarish to'g'ri emas. Endi juda muhim nozik joyini tushuntiraman. Har bir bemorni ham har qanday usul bilan davolash kerak degan gap ham noto'g'ri. Tibbiyotda ba'zan agressiv davolash bemorga foydadan ko'ra ko'proq zarar berishi mumkin. Masalan, 85 yoshli bir necha og'ir kasalligi bor, o'zi yura olmaydigan. Yuragi juda zaif bemorga katta operatsiya tavsiya qilinmasligi mumkin. Bu davolashdan bosh tortish emas, balki xavf va foydani solishtirishdir. Farq nimada? Farq tushuntirishda. Shifokor yosh katta qilmaymiz demasligi kerak. U narkoz xavfi juda yuqori, yurak yetishmovchiligi falon darajada operatsiyadan keyin mustaqil nafas olish qiyin bo'lishi mumkin. Muqobil yo'l mana bu deb izohlash kerak. Ikkinchi nozik jihat, palliativ yordam. Ba'zi odamlar palliativ yordamni davolashmayapti, tashlab qo'yishdi deb tushunadi. Aslida palliativ yordam og'riqni kamaytirish, nafasni yengillashtirish, uyquni yaxshilash, bemorning qadr-qimmatini saqlash, oilaga yordam berish degani. Agar kasallikning oxirgi bosqichi bo'lsa va uni butunlay tuzatish imkoni bo'lmasa, bemorni baribir qarovsiz qoldirish mumkin emas. Og'riq qoldirish, yara parvarishi, ovqatlanish, psixologik yordam. Hamshira nazorati, kerakli dorilar bo'yicha reja bo'lishi shart. Demak, davolab bo'lmaydi degan holat ham hech narsa qilinmaydi degani emas. 3-nozik jihat, kvota, yo'llanma va navbat. Ko'p shikoyatlar aynan shu yerda chiqadi. Odamlar onamni operatsiyaga olishmadi deydi. Tekshirsangiz aslida hujjat to'liq emas, yo'llanma noto'g'ri rasmiylashtirilgan, tahlillar muddati o'tgan yoki kvota navbati bor. Bu ham tizimdagi og'riqli muammo. Lekin uni 10 dan oshganlarni davolashmaydi deb umumlashtirish xato. Shuning uchun men doim hujjatlarni tartib bilan yig'ishni maslahat beraman. Og'zaki yugurish ko'p asabiydi. Yozma murojaat esa masala aniqroq qiladi. 4-nozik jihat. Qarindoshlarning o'zi ba'zan davolashni kechiktiradi. Masalan, bemor 3 oy yo'taladi, ozadi, kechasi terlaydi, oila sovuqlabdi deb yuradi. Keyin ahvol og'irlashganda shifoxonaga boradi va nega darrov tuzatmaysizlar deydi. Men aybdor izlash uchun emas, saboq chiqarish uchun aytyapman. 6 yoshdan keyin alomatni uzoq kutish xavfli. Ayniqsa vazn kamayishi, qon ketishi, hushdan ketish, ko'krak og'rig'i, nafas qisishi, tana harorati uzoq tushmasligi, bir tomonlama kuchsizlik, siydik kamayishi, kuchli bosh og'rig'i bo'lsa, vaqt yo'qotmaslik kerak. 5-nozik jihat, dori ta'siri. Keksa odamlar ko'pincha bir vaqtning o'zida 5-6 xil dori ichadi. Bosim dorisi, qand dorisi, yurak dorisi, og'riq qoldiruvchi, tinchlantiruvchi, qon suyultiruvchi. Ba'zan odamning holsizligi yoki yiqilishi qarilikdan emas, dorilarning noto'g'ri kombinatsiyasidan bo'ladi. Masalan,
Bosim dorizi ko'p bo'lsa, bosim juda tushib ketadi. Odam bosh aylanishdan yiqiladi. Qon suyultiruvchi dorini nazoratsiz ichsa, qon ketish xavfi oshadi. Og'riq qoldiruvchi dorilar buyrakka zarar berishi mumkin. Shuning uchun har ko'rikda shifokorga bemor ichayotgan barcha dorilar ro'yxatini ko'rsatish kerak. 6-nozik jihat rozilik va qaror qabul qilish. Bemor hushda bo'lsa, o'z davolanishi haqida ma'lumot olishga va qaror qabul qilishga haqli. Qarindoshlar yaxshi niyat bilan otasiga aytmang, onam bilmasin deyishi mumkin. Lekin bemorning o'zi anglay olsa, uni butunlay chetga surish to'g'ri emas. Shifokor ham, oila ham bemor bilan hurmat bilan gaplashish kerak. Keksa odam bola emas. U hayoti og'rig'i, qo'rquvi, umidi bor inson. Endi men sizga aniq qadamlarni beraman. Agar sizga yoki yaqin insoningizga yoshi katta davolash qiyin, joy yo'q, uyga olib keting, hech narsa qilib bo'lmaydi deyishsa, hissiyot bilan janjal boshlamang. Birinchi qadam. Tashxisni aniq so'rang. Bizda aniq tashxis nima? Qaysi tahlil yoki tekshiruvga asoslanib aytyapsiz deb so'rang. Tashxis yozma ko'rinishda bo'lishi kerak. Faqat og'zaki gap bilan uyga qaytmang. Ikkinchi qadam. Rad javobini yozma so'rang. Juda muloyim, lekin qat'iy ayting. Agar yotqizish, tekshiruv yoki davolash mumkin bo'lmasa, iltimos sababini yozma ravishda bering. Yozma javobda muassasa nomi, sana, shifokor ismi, bemorning holati, rad etish sababi bo'lishi kerak. Bu hujjat keyingi murojaatlar uchun kerak bo'ladi. 3-qadam barcha hujjatlarni yig'ing. Pasport yoki ID karta nusxasi, tibbiy karta ko'chirmasi, oldingi tahlillar, rentgen, UZI, MRT, qita xulosalari, dorilar ro'yxati, tez yordam chaqirilgan bo'lsa, chaqiruv varaqasi, shifoxonadan chiqarish xulosasi. Ko'p odamlar hujjatni papkaga solmaydi, keyin har safar boshidan tushuntirishga majbur bo'ladi. Men maslahat beraman. Bitta alohida papka qiling. Ichida sanalar bo'yicha tartib bo'lsin. Telefoningizda ham suratga olib saqlang. 4-qadam, ikkinchi fikr oling. Agar bir shifokor bo'lmaydi desa, bu har doim yakuniy hukm degani emas. Boshqa mutaxassisga, viloyat yoki respublika markaziga, ixtisoslashgan klinikaga murojaat qiling. Ayniqsa operatsiya, onkologiya, yurak, neyroxirurgiya, ortopediya, buyrak kabi katta qarorlarda ikkinchi fikr juda muhim. Lekin ikkinchi fikrga borayotganda faqat bizga yordam bering deb emas, to'liq hujjatlar bilan boring. Shunda javob ham aniq bo'ladi. 5-qadam. Oilaviy shifokor yoki poliklinika orqali yo'llanmani to'g'ri rasmiylashtiring. Ba'zan odamlar to'g'ri eshikni bilmagani uchun haftalab sarson bo'ladi. Qaysi mutaxassis ko'rish kerak, qaysi tahlil kerak, qaysi markazga yo'llanma beriladi, kvota kerakmi, navbat bormi? Bularni yozib oling. Telefon orqali aytilgan gapni ham daftariga sana bilan yozing. Kim bilan gaplashdingiz, nima dedi? 6-qadam. Murojaatni yozma qiling. Agar siz haqiqatdan ham e'tiborsizlik, asossiz rad javobi yoki qo'pol munosabat ko'rsangiz, muassasa rahbariga ariza yozing. Arizada hissiy jumlalarni kamaytiring, faktlarni yozing. Masalan, falon kuni, falon soatda, falon bo'limga murojaat qildik. Bemor 67 yoshda, shikoyatlari nafas qisishi, ko'krak og'rig'i, bosim yuqoriligi. Tekshiruv o'tkazilmasdan uyga yuborildi. Yozma xulosa berilmadi. Holatni ko'rib chiqishingizni va yozma javob berishingizni so'rayman. Mana shunday ariza kuchliroq ishlaydi. 7-qadam, shoshilinch belgilarini biling. Agar bemorda ko'krakda kuchli og'riq, nafas yetishmasligi, hushdan ketish, yuz yoki qo'l oyoqning bir tomoni ishlamay qolishi, nutq buzilishi, qon qusish, qora najas, juda yuqori yoki juda past bosim, qonning keskin tushishi yoki ko'tarilishi, kuchli allergiya, yiqilishdan keyin bosh aylanishi bo'lsa. Poliklinika navbatini kutmang, tez yordam chaqiring. Telefon qilganda bemorning yoshi bilan birga aniq belgilarni ayting. Onam yomon deyish yetarli emas. Onam 70 yoshda, 30 daqiqadan beri chap qo'li ishlamayapti. Gapira olmayapti desangiz, vaziyat boshqacha baholanadi. 8-qadam. Bemorni uyda qarovsiz qoldirmang. Davolash faqat shifoxona devori ichida bo'lmaydi. Uyda bosim kundaligi, qon nazorati, ichayotgan dori va vaqti. Ovqatlanish, suyuqlik ichish, harakat, yiqilishdan himoya, yotoq yarasining oldini olish juda muhim. Masalan, yotgan bemorni har 2-3 soatda holatini o'zgartirish, terisini tekshirish, toza choyshab, oqsilga bo'y ovqat. Shifokor tavsiya qilgan mashqlar hayot sifatini sezilarli o'zgartiradi. 9-qadam. Shifokor bilan gaplashishni o'rganing. Men ko'p marta ko'rganman. Qarindoshlar hayajonda 20 ta savolni aralashtirib yuboradi. Shifokor ham shoshadi. Natijada
hech kim hech narsani tushunmaydi. Oldindan 5 ta asosiy savol yozib boring. Bir tashxis nima, 2 xavf darajasi qanday, 3 davolash variantlari qaysi? 4. Har bir variantning foyda va zarari nima? 5. Uyda nimaga e'tibor beramiz va qachon zudlik bilan qaytamiz? Shu savollar ko'p chalkashlikni kamaytiradi. Onun uchun qadam hurmatni saqlang, lekin huquqingizni ham bering. Shifokor bilan urush ko'pincha foyda bermaydi. Lekin jim qolish ham to'g'ri emas. Eng yaxshi yo'l xotirjam, hujjatli, aniq va qat'iy bo'lish. Doktor, biz sizning mehnatingizni tushunamiz. Lekin bemorning holatini to'liq bilishni va yozma xulosa olishni xohlaymiz degan gap ko'p eshikni ochadi. Men yana bir muhim narsani aytaman. 60 yoshdan keyingi davolashda maqsad faqat umrni cho'zish emas, hayot sifatini saqlash hamdir. Ba'zan kichik bir aralashuv odamni o'ylar davomida og'riqsiz yurishiga yordam beradi. Ba'zan eshitish apparati, ko'zoynak, tish protezi, fizioterapiya, to'g'ri tanlash, depressiyani davolash, uy sharoitini moslashtirish katta o'zgarish beradi. Keksa odamning sog'lig'i faqat operatsiya qilamizmi, yo'qmi degan savoldan iborat emas. U yurishi, uxlashi, ovqatlanishi, hojatga borishi, gaplashishi, og'riqsiz o'tirishi, o'zini kerakli inson deb his qilish kerak. Agar sizning oilangizda 60 yoshdan oshgan inson bo'lsa, men bugundan bitta oddiy ishni boshlashingizni xohlayman. Uning tibbiy xaritasini tartibga keltiring. Qaysi kasalliklari bor? Dorilarni ichadi. Qaysi doriga allergiyasi bor? Oxirgi tahlillari qachon topshirilgan? Bosim odatda necha qandi, necha qaysi shifokor kuzatadi? Favqulodda vaziyatda mana shu ma'lumotlar vaqtni tejaydi. Ba'zan hayot va o'lim orasidagi farq aynan 10 daqiqalik aniq ma'lumotda bo'ladi. Bugungi mavzuning mohiyati shuki, 60 yoshdan oshgan odamni faqat yoshi sababli davolashdan chetga surish to'g'ri emas. Lekin har bir davolash qarori bemorning umumiy ahvoli, tahlillari, xavf va foydasi asosida qabul qilinishi kerak. Maxfiy buyruq degan gapni eshitsangiz, vahima qilmang, hujjat so'rang, yozma javob talab qiling. Ikkinchi, fikr oling va bemorning huquqini xotirjam himoya qiling. Eng muhimi, keksa insonning dardi qarilik deb yopilmasin. Har bir alomatning sababi bor, har bir bemorga hurmat kerak. Agar siz yoki yaqinlaringiz shunday holatga duch kelgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Qaysi muammo bo'ldi, qanday javob berishdi, qanday yo'l tutdingiz? Sizning tajribangiz boshqa oilaga yordam berishi mumkin. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onasi, buvisi yoki bobosi bor yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu mavzuni qancha ko'p odam bilsa, shuncha ko'p inson o'z vaqtida yordam olish imkoniga ega bo'ladi.